O'zbekiston to'yiga to'yona qilib Qatarni mag'lub etdi. Bugun 10-iyun. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga saralashning so'nggi o'yinida Qatar milliy terma jamoasi bilan bahs olib bordi. Allaqachon Jahon chempionati 2026 yo'llanmasini qo'lga kiritgan oq bo'rilar mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev va muxlislar ko'z o'ngida g'alaba qozonib, futbol jonkuyarlari bilan mundial chiptasini nishonladi. O'yinning 28-daqiqasida Azizbek Turg'unboyev super gol urib hisobni ochdi. Birinchi bo'lim to'liq oq bo'rilar ustunligida o'tdi. 33-daqiqada mehmonlar vakili Abdulaziz Hatim qo'pollik uchun sariq kartochka olgan bo'lsa, oradan 7 daqiqa o'tib 40-daqiqada Bassam Al-Aravi ham Abbosbek Fayzullayevga qarshi qoidani buzgani uchun sariq kartochka bilan siylandi. Bo'lim davomida o'zbekistonliklar yana bir nechta qulay vaziyatga ega bo'ldi, biroq hisob boshqa o'zgarmadi. Ikkinchi bo'lim ham mezbonlar ustunligida boshlandi. Bir necha hujumlar uyushtirildi. Biroq o'yinning 62-daqiqasida super gol muallifi va bahsni yaxshi o'tkazayotgan stadiondan turib nishonladi. Oradan ko'p o'tmay 91-daqiqada Shomurodov o'rniga maydonga tushgan Igor Sergeyev hisobni yirik ko'rinishga keltirdi, ya'ni 3-0. O'yin shu tariqa yakunlandi.